Odatda mebel fabrikalari boshqa mebelchilarni o'zining fabrikasiga kirgizmaydi, lekin biz hozir Ixlos mebel fabrikasidamiz. Bu yerdagi qiziq narsalarni sizlarga hozir ko'rsataman. Ketdik. Razan aka, siz ish boshqarib ekansiz-ku. Ko'chada 50 gradus issiqda, mana shunaqa issiqda ham sizlar xodimlar ishlab turasizlar. Yo, mana ko'rib turganinglar har bitta ishlash xonasiga konseyner o'rnatilgan. Tashqarida ichkari ancha salqin, o'zingiz ham guvoh bo'lishingiz mumkin kirib ichkariga. Ko'ringlar-chi. Ha, ichkari ancha salqin ekan albatta. Konseynerlar zo'r muzlatadi. Ko'tarib haqqa chiqib ketaman, bilasizlarmi? Hozir mana shu turli 5 metr balandlikdan tashlab yuboramiz. Sifatini tekshirib ko'rish uchun, albatta, uvol qilish niyatimiz yo'q. Ketdi. O'zim uchun hayajonli. 1 2 3 qoyil. Hozir azizlar ajoyib eksperiment o'tkazamiz. Ixlos mebel fabrikasi stullarini chidamliligini sinab ko'ramiz. Mana shu stullarning ustiga mana bunaqa katta, og'ir, ya'ni 1 tonnalik keladigan yukka joylashtirib ko'ramiz. Qani nima bo'lar ekan? Qani ketdi aka. Ajoyib, ajoyib. Mashaalloh. Ixlos mebel fabrikasida ishlaydigan Ra'no opa hozircha son aytadilar. Hayron qolasizlar. Assalomu alaykum Ra'no opa. Va alaykum assalom. Yaxshi ishlayapsizmi? Rahmat, Xudoga. O'zi yaxshimisiz? Ishga rahmat. Ra'no opa, qo'llab. Lak sohasida necha yildan beri ishlaysiz? Lak sohasida 30 yildan beri ishlayman. 30 yildan beri. 1990-yildan beri. Voy, 90-yildan beri faqat lak sohasida. Lak sohasida. Qoyil lekin. Mana azizlar, Ixlos mebel fabrikasida stol stullarida sifat nimadan? Bunga sabab Ra'no opam aytadi. Juda ham zo'r. Qoyil qoldim Ra'no opa. Ishlaringizga rivoj, yaxshi ishlang. Rahmat, sizlar ham charchamanglar. Sizni ko'rib xursand bo'ldim. Rahmat. Har qanaqa biznesda fokusni bir yo'nalishga qaratish zarur hisoblanadi. Xuddi shunaqa mebel ishlab chiqarish sohasida ham fokusni bir tomonga qaratish kerak. Bugun Ixlos mebel fabrikasi o'zining fokusini faqat stul ishlab chiqarishga qaratdi va shu yo'nalishni rivojlantirdi. Bugun esa Ixlos mebel fabrikasining mahsulotlarini hattoki Yevropa tan oladi. O'zbekiston ishlab chiqaruvchilarining bitta katta xatosi bor. Ko'pincha bitta xodimga 4 ta 5 ta vazifani yuklab qo'yiladi. Tabiiyki bu holatda agar buyurtmalar ko'payib, ishlab chiqarish ko'lami oshsa, haligi universal xodim ko'p xato qilishni boshlaydi. Buni yechimi esa konveyер tizimini yo'lga qo'yishdir. Buni qarangki, Ixlos mebel fabrikasi konveyер tizimini bundan 10 yil avval joriy qilib bo'lgan ekan. Eslatib o'tamiz, konveyер tizimi mahsulot sifatini kamida 50% yaxshilanishiga sabab bo'ladi. Xullas, bu sinov meni orzuyim. Barcha ishlashini o'zingizlar ko'ringlar xullas.